since hamda for. Ushbu so'zlar ingliz tilida vaqt ifodalaydigan predloglar hisoblanadi va har ikkisi ham present perfect, ya'ni hozirgi tugallangan zamonda ishlatiladi. Va ko'pchilik o'quvchilar ushbu predloglarni qo'llashda o'rinni almashtiradi. Farqini ko'rib chiqamiz. Deylik since dan beri degani, ya'ni aniq vaqt nuqtasini bildiradi. Qaysi vaqtdan boshlab? Deylik yil, kun, vaqt. Misol uchun I have lived here since 2010. Ya'ni 2010-yildan beri bu yerda yashab kelaman. Aniq vaqtni, aniq yilni aytdi. For esa davomida, mobaynida degan ma'nolarni beradi. Ya'ni aniq vaqtni bildirmaydi, o'sha vaqt qancha davom etganligini nazarda tutadi. Misol uchun demak, I have lived here for 10 years. Men 10 yildan beri bu yerda yashayman. Bu yerda aniq vaqt yo'q, balki vaqt davomiyligi bor. Qancha yildan beri? 10 yildan beri. Esda qolish uchun since hamda for bilan birga tez-tez keladigan iboralarni yozib chiqaman. Demak, since yesterday kechadan beri, since morning ertalabdan beri, since childhood bolalikdan beri, since last summer o'tgan yozdan beri, for a day kun davomida, for 3 hours 3 soat mobaynida, for a long time ancha vaqtdan beri, for 10 years 10 yil mobaynida. Endi yuqorida olingan tushunchalar bo'yicha ushbu mashqlarni bajarib ko'ramiz. Birinchi gap. She has been a teacher bo'shi 2018. Demak, u 2018-yildan beri o'qituvchi deydigan bo'lsak, bu yerda aniq vaqt bor va albatta since ni qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi gap. They have lived in London bo'shi 10 years. Ular Londonda 10 yil mobaynida yashab kelishyapti, 10 yildan buyon. Bu yerda aniq vaqt yo'q, balki vaqt davomiyligi qancha vaqt ketganligi nazarda tutyapti va albatta for qo'yamiz. Uchinchi hamda to'rtinchi gaplarni sizlarga qoldirdim. Izohlarda o'z javoblaringizni qoldiring.